Va qachonki Xudo seni baxtli qilishni istasa, u senga munosib bo'lmagan narsalarni hayotingdan olib tashlaydi. U seni yuragingni ezmasdan qo'yib yuborishni o'rgatadi va yangidan boshlashga jur'at beradi. Va bo'ladi kunlar sen tog'larni siljitgandek kuchli bo'lasan. Bo'ladi kunlar yotoqdan hatto turishga ham holing qolmaydi. Sen ba'zi odamlardan ayrilasan, chunki Xudo ularning suhbatlarini eshitgan va kimligini bilgan. Aslida esa sen o'zingda barcha savollarga javob topasan. Olomonning maslahatisiz, begonaning tavsiyalarisiz. Xudo seni xush ko'rmaydigan eshiklarni yuzing oldida yopadi, lekin kerakli eshiklar o'z-o'zidan ochiladi. Sen barcha to'siq va sinovlardan o'tasan. Oynaga qarab o'zingga tabassum qilasan. Ko'pincha u hayotingdan ortiqcha va soxta narsalarni olib tashlaydi. Haqiqiy narsalarga joy bo'shatish uchun. Esingda bo'lsin, sen albatta uddalaysan. O'tmishni qo'yib yubor, oldinga yuraver. Xudo senga hozir istagan narsangni bermasligi mumkin, ammo u seni yaxshirog'iga tayyorlayapti. Va bu yaxshilik sir bo'lsa ham allaqachon senga qarab yo'l olgan. Hayotingizni tubdan o'zgartirmoqchimisiz? O'tmishda orttirilgan xotirangizdagi jarohatlardan xalos bo'lishni istaysizmi? Unda kuch o'zingda Telegram kanalimizga a'zo bo'ling. Telegram orqali 97 kodi bilan 210 76 54 raqamiga kuch so'zini yozing. Oddiygina metodlar orqali hayotingizni yengillashtirishingiz mumkin. Hayot oson va go'zalligini tushunib yetasiz. Obuna bo'lish pulli. Unutmang, kuch o'zingizda.